Assalomu alaykum mushtobdagi qarindoshlar. Endi mushu rasmga mushu so'z kirishtirilibdi qarindoshlar. Bu kirishtirilgan narsa. Rost narsa emas, yasalgan narsa. Yasalgan narsa. Bu Muhammad Sharaninki Suriyaning hozirgi Cumhurbaşkanı Muhammad Sharaning Saudiya Arabistonga bo'lgan ziyoratdan bir tal ko'rinishni, bir tal rasmni elib, yuqoridagi so'zni kirishtiribdi. Yuqoridagi tabliğlar bu yaqinki hozirgi vaqtdagi tabliğlar emas. Meningcha u yerda turayotgan qarindoshlar bu darajada do't emas, qapoqlash emas, bu darajada aqlsiz emas ular. Aqlsiz emas. Bu kirishtirilgan narsa. Endi bu so'zlarda bu so'zning xatoliklarini bir so'zlab o'tib ketaylik qarindoshlar. Yamanchiq xatoliklar bor buningda. Yamanchiq xatoliklar bor. Mushu so'zni qilayotgan odamlar Allah'ның dininin qandaq bir din ekanligini bilmaydi. O'zining qandaq bir diniga men musulmon deb turib, qandaq bir dinga e'tiqod qilganligini bilmaydi. Boshqalar o'ydirib bergan bir narsalarni din deb bergan narsalarni o'rganib bilib, Alloh nomidan qo'rqmasdan yolg'on gapni qilaverdi bular. Qilaverdi. Mushuni kirishtirgan odam bo'lsin, mushu so'zlar bek ko'ni so'zlar. Hozirgi u yerda turayotgan, ya'ni Suriya aslidagi zolim hokimiyat ag'dirilib, yangi hokimiyat qurilgandan keyin qilingan so'z emas. Emas. Bu kirishtirilgan narsa, yana bir eskartib qo'yay. Lekin u qarindoshlar u yerda turayotgan Suriyada hozir turayotgan qarindoshlarning bu gaplarni qilishi mumkin emas. Buni bir eskartib qo'yay. Mümkün emas. Ma gapni qilayotganlarcha desa, bu dinning o'zi e'tiqod qilayotgan dinning qandoq din ekanligini, Qur'onning qandoq kitob ekanligini bilmaydi. Allohning nomidan yolg'onni so'zlaydi. Alloh bizni deydi. Millatchilikdan qutqazdi deydi. Alloh bizni vatanchilikdan qutqazdi deydi. Bu koinotni yaratgan Alloh shu dinning dujin emas, atdiganda bir xil gap qilib, tushdan keyin bir xil gap qiladigan. Burun bizning vatanda sap o'qimagan, ismini yozolmaydigan bir tozlini dujan qilib qo'yib, qo'liga bir tamg'in tutqizib qo'yib, kim bijimini tasdiqlab ba, sening ruxsatingni olsa, sen almoqchi bo'lsa mush tamg'onni besib ba deb o'zining ismini yozolmaydigan odamlarga o'qishtirolmanglar Allohni na'uzubillah. Shu dinning dujin emas. Allah bizni deydi o. Vatanchilikdan qutqazdi, millatchilikdan qutqazdi deydi. Allah Qur'onda biz sizlarni har xil tilda, har xil rangda, har xil millat qildik deb oyat var Qur'onda. Bu millatchilikdan qutulib ketinglar degan oyat yo'q. Bu Allohga qilingan töhmat bu. Millatchilikdan qutulib ketinglar. Allah o'zi har xil millat qilib yaratib bo'lib, keyindan qutulib ketishga buyurumda. Qutulib ketishga buyurumda. Bir insonni har xil millat qilib yaratib bo'lib, keyindan bu millatchilikdan qutulib ketinglar deb vazifa qilib beramda. O'zi shu ya musulmon ya kafir qilib birla millat qilib yoki bir ikki millat qilib yaratsa bo'ladi-ku dunyoni. Nimishki har xil millat qilib yaratdik deydi. Har xil millat qilib yaratdik deb bo'lib, buningdan qutulib ketinglar deb seni buyurdimi uningga? Buyurdimi? Allah bizni millatchilikdan qutqazdi deydi. Allah seni shuningdan qutqizish maqsadi bo'lsa, millat qilib yaratib nima qiladi har xil millat qilib? Allah seni shu millatchilikdan qutuldiradigan tarafi bo'lsa, nima uchun har xil rangda qildik, har xil millat qildik, har xil tilda qildik deydi. Bu Allohninki taqdiri, ya'ni qonuniyati. Allah sizlarni har xil tilda, har xil rangda, har xil millat qildik degan oyat mana sizlarning mushunda qilish qulonlardan kelmaydi. Allah mushunda qildi deb mo'jiz xarakterlik, hatto insonlarni sen qilib baqa, mana mushunda narsalarni qilib baqa deb turib maydon o'qib turib kelgan oyat bu. Allah sizlar o'zinglarning ziminni qo'g'danglar.
tajovuzini qo'g'lab chiqaringlar. Birsinglarning ziminiga birsinglar tajovuz qilmanglar. Devassa, devassa. Ziminni qo'g'dashqa, chegara mudofaalarimizni qo'g'dashqa, tajovuzini qo'g'lab chiqarishga buyuryapsa. Shu ziminni, shu vatanni, vatan uchun jon berishning, mol berishning, jon berishning farzi ayni ekanligini Alloh devassa. Shu ziminni qo'g'dash uchun, tajovuzini qo'g'lab chiqarish uchun, bosqinchini qo'g'lab chiqarish uchun kurash qilish jarayonida o'lgan odam shahid bo'lganligini deyapsa. U ziminni asosiy o'rin qo'yavassa. Keyin sen qopib Allah bizni milletçilikten qutqazdi, vatanchilikdan qutqazdi. Mushu darajada xoin bo'lamsa, hem diningga xoinlik qilgan, hem millatingga xoinlik qilgan, hem millatning davosiga xoinlik qilgan. Bir o'zi e'tiqod qilayotgan dinni biladigan insonning og'zidan chiqadigan gap emasmi bu? Og'zidan chiqadigan gap emas. İkinci bir mesele, biz oldimizda Madinani fatih qilamiz, Makkani fatih qilamiz, Quddusni fatih qilamiz. Bu Qur'onda sizlarga tajovuz qilmaganlarga tajovuz qilmanglar, tajovuz qilganlarga tajovuz qilinglar degan oyatlar tursa. Sizlarni yurtinglardan chiqarib etgan, sizlarni yurtinglardan chiqarmagan, ya'ni chiqarishga yordamlashmagan, sizlarga zulm qilmagan kafirlarga adil muomala qilishinglardan Alloh to'simaydi degan sura Mumtahinada oyat tursa, yuqoridagi tajovuz qilmanglar degan oyatlar sura Baqardagi oyatlar boshqa yerlardami bor. Mushunda tursa, oyani fatih qilish, mayani fatih qilish deb o'zingga vazifa qilib oldigan. Mushu so'zni so'zlab millatning davosiga cho'ng bir ziyon soldigan. Hem dindi yo'q bu narsa. Din seni buyurgan emas onunga. Qur'on buyurgan emas. Din deb turib so'zlayotdi mushu gapni. Din deb turib so'zlab turib Allohga bir to'kmat atyotdi. Alloh nomidan insonlarni yolg'ondan aldayotdi. Va uningdan boshqa bizning Uyg'urlarning davosiga cho'z eng cho'ng sug'oq suv sepib batadi. Endi ikkinchi bir masala. Suriyadagi hozirgi shu yerda turayotgan Uyg'urlarimiz, aşı mujohidlarimiz, aşı qo'lida qurol tutib turayotgan aşı Uyg'ur askarlarimiz. Agar mushu gapni shular qilamdi desa qilmaydi bu gapni. Mushu gapni qilamdi desa qilmaydi. Ular qilgan gap emas bu. Bu gap ko'ni qilingan gap, burun qilingan gap. Hozirmi mushu gapni qilayotganlar hozirmi mushu gapni qilib yashayotdi. Qur'onda zodi vatan demaymiz, millat demaymiz degan gap bormi? Sizlarni vatanchilikdan, millatchilikdan o'zinglarni qutqizinglar degan gap bormi? Qur'onda yo'q. Ular hozirgacha yana g'arib dushmanligini mana mushta gaplarni so'zlayotdi. Birisi ma kirish degan odam shular o'zi bo'lmoqchi desa, cho'qim boshqalar ashadiki Uyg'urlarga, ashadi turayotgan qarindoshlarimiz ziyon selish uchun so'zlayotgan gap bu. Albatta ular xato gap qilgan, biz ularning xatosini ko'rsatamiz. Mala xato gap qilgan, malaning xatosini ko'rsatyapmiz. Agar mushu hozir Suriya yangi hukumat qurilgandan keyin Muhammad Shara bizning Uyg'urdan birini general qilib bekitgandan keyin, ya'ni Uyg'urning ashadi turayotgan ashu jamoatdan birisi chiqib, mushu Quddusni fatih qilamiz, Madinani fatih qilamiz, Makkani fatih qilamiz desa, uning generalligini qo'ng'i tiqibdi uningki, pulab. U gapni qilishi mumkin emas ularningki. U darajada qapoqlash emas, u darajada do't emas ular. Do't emas. Bu mushunda masala. Qilinayotgan suiqasd, qilinayotgan to'kmatlarga mushundaq chiqib gap qilamiz. Shu yerda turayotganlarmi-chu desa, Güyaga sen nimaga kelib qolding, qanday kelib qolding desa, dunyoning hech yerda bizning qo'limizga qurol oladigan bir yer yo'q. Sizlar qo'limizga qurol elish fursatini berdinglar, sizlarning inqilobinglarga hamkorlashdik. Bizning niyatimiz, qo'limizga qurol elishga niyatimiz, maqsadimiz dunyoni fatih qilish. Hatto sizlarga qarshi turish emasdi. Buningga mishaning vaziyati bizni shuningga majbur qilib qoldi.
Bizning maqsadimiz ash Xitoy tajovuzchini qo'g'lab chiqarish demasa, ularni xatolashgan bo'ladi. Assalomu alaykum qarindoshlar. İskender ukam bu milliylik deganni bir deb bergan bo'lsangiz. Zodi bu bizning dinimizda o'rni qanchalik buningki bu muhim narsami degan maqsadda degan o'xshaysiz. Endi buni İbrahim Damullan bilan Abdukiram Zoir deb bersin. Diniy masala bo'lgandan keyin mushu millat demayman degan gapni diniy sohadagi dinni da'vo qiladigan, iymon da'vo qiladigan odamlar o'tirib qo'yayotgan narsa bo'lgandan keyin bularga asos jihatdan bu milliylikni, millatchilik nuqtasidan chiqib turib so'zlasak unimaydi, e'tirof qilmaydi. Shuning bilan buni Qur'on bilan dalillab turib, ashla iymon keltirgan Qur'on bilan dalillab turib, mushu ahli ilmlar deb bergan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Men ancha-muncha Qur'onni yetkazayotgan odam bo'lgandan keyin mening so'zim bir ichilish bo'lib qolar, boshlanish bo'lib qolar. Qolgan yerlarni mening xatolashgan yerimni ko'rsatish bilan birga qolgan taraflarini ustozlar deb beradi degan maqsadda ozroq gap qilgim keldi. Endi mushu millatchilikdan bizni qutqazdi Alloh, vatanchilikdan qutqazdi deyotgan insonlar Qur'ondagi shu oyatni qanday tushundi? Qanday tushundi? Allah biz sizlarni har xil tilda, har xil rangda, har xil millat qildik dedi. Allah millat qildik desa, demak bu millatchilikdan chiqib ketish, men millat demayman deyish, Allohning mushu oyatini inkor qilganlik bo'lamdi. Yoki u oyatga e'tibor bermaganlik bo'lamdi. Yoki u oyatga Allohning oyatiga ishonaman, lekin men amal qilmayman deganlik bo'lamdi. Ular o'xshash kafir bo'lsa deb tushmayli. Bir tal hadisni, bu hadis to'g'ri emas desak, bizning xotinimizni taloq qilib yetib bordi-ku. Ma oyatni inkor qilgan bo'lsa, sen kafir bo'lsa demayli biz. Endi mushu sizlarni har xil tilda, har xil millat qildik. Har xil tilda, har xil rangda, har xil millat qildik degan narsa Allohning bir oyati bu. Oyat bu. Allah aşındaq bir qonuniyat bilan yaratdi dunyoni. Aşındaq bir taqdir bilan yaratdi. Taqdir degan o'lcham, qonuniyat. Taqdir degan. Allah aşındaq bir taqdir bilan yaratsa, Allohning shu taqdiriga e'tiborsiz qarab, uni e'tiborga olmagandek, qarshi chiqqandek. Men millat demayman, sen vatan demayman. Allah bizni millatchilikdan qutqazdi, vatanchilikdan qutqazdi deyotgan odamlar, demak bu oyatga e'tibor bermayotgan, ko'ngil qo'ymayotgan, Allah zoti bu yerda nim demoqchi? Allah bu yerda millat qilib yaratdik deyotsa, biz bu millatchilikdan chiqamiz biz. Deb ayrim bir narsani o'tirib qo'yayotimiz-ku deb azroq o'ylanib baqsa bo'ladi. Bizni har xil tilda, har xil rangda, har xil millat qildik deb bo'lib, har xil millatlarning o'zining turayotgan territoriyalik rayonlarini, o'rinlarini, joylarini, o'zi yashayotgan shu zaminni qo'g'dashga, uningga hech kimni tajovuz qilmaslikqa, uni butunlay jon bilan, mol bilan, jon bilan qo'g'dashga buyruqliq. Hem bir-birsinglarning aşında territoriyalik rayonlarda yaşaysizlar, har xil bir rayonlarni ma'lum, bizning yerimiz deb yaşaysizlar. Bizning yerimiz deb yashayotgan mushu rayonlarga sizlar tajovuz qilmanglar. Sizlar mi qilmanglar, ular mi qilmasin? Ular tajovuz qilsa, sizlar ularning tajovuzligiga qarashtiringlar. Uni shu zamininglardan qo'g'lab chiqaringlar. Ta tajovuzlik to'xtagan qadar ular bilan kurash qilinglar degan bo'lgandan keyin, demek biz tajovuz qilsak boshqalarnikiga, ular biz bilan urushsa xato urush qilgan bo'lamda. Biz musulmon bo'lganligimiz uchun bizga qarshi turganlik uchun xato urush qilgan bo'lamda desa, yo'q, Alloh tajovuz qilma dedi. Kafirnikiga tajovuz qilaveringlar, kimning bo'lsa demidi Alloh ichida. Demidi. Mayli kafir bo'lsin, mayli musulmon bo'lsin, kim bo'lsa bo'lsin, uning ziminiga tajovuz qilma dedi. Sen tajovuz qilg'izma, senmi tajovuz qilma dedi. Biz musulmon deb
Pati degan ism bilan, chiroyli ism bilan xalqning yurtlarini besib olsak, u bizga qarshi tursa, haq urush qilgan bo'lamda shu desa, to'g'ri urush qilgan bo'ladi u. Allah qarshi turma, uni tajovuz qilma, uning ziminiga bosma degandan keyin, bosgandan keyin u qarshi tursa, nima qilgan bo'ladi desa, u o'zining ziminini qo'g'digan bo'ladi. Biz Allohning tajovuz qilma degan oyatiga xiloflik qilgan bo'lamiz. Demak, gaplarimda xatolik bo'lsa, mana bu ahli ilmlar chiroyli hammasi chiqib ko'rsatib qo'ysa bo'ladi. Shu oyatni sizlarni har xil tilda, har xil rangda, har xil millat qildik degan oyatni inkor qiladigan ish bo'lsa, biz uni unutmaymiz desa bo'ladi. Unda demaydi. Bir yer payg'ambar alayhisalom anda degan, payg'ambar alayhisalom manda degan hadislar bor. Hatto u hadisni xato tushunib olaylik. Millatchilik qilgan odam bizdan emas degan gap, millat bo'lma degan gap emas. Haq adolat maydonida o'zingning millati tarafda turib olib, haqqa ko'z yumma degan gap u. Haqqa ko'z yumma, millatingning xizmatini qilaman deb boshqani unutib, haq adolat, insoniyat tuyg'usini yo'qotma. Millat bo'ladi u. Lekin millatchilik boshqa narsa, millat boshqa narsa. Millat uchun xizmat qilish, u millatni qo'g'dash, millatning soflig'ini, tilini, madaniyatini qo'g'dash, u boshqa narsa. Millatchilik nuqtasidan chiqibla o'zining millati nohaqchilik qilib olsa, o'zining millati nachar ish qilib olsa, o'zining millati xatoga ketib olsa, to'g'ri bir ish qilayotgan millatga millatchilik nuqtasidan sen xato qilyapsan deyish, bu millatchilik bo'ladi. Millat bo'lish xato emas. Millatchilik bo'lib bilish xato. Millatchilik bo'lib bilibla hammani inkor qilib, hammani rad qilib tashlabla o'zimning ras. O'sha millatim 3 yil xizmat qilsamla bo'ldi. Qolgan haq adolat bu hech narsa bilan mening chatqim yo'q. Desa bo'lmaydi. Uningda bir insonlik bo'lish kerak, iymon bo'lish kerak. Iymon bo'lgan chaqda insonlik bu odamda bo'ladi o iymon degan narsa uni. İmanını mən iman etdim deb qoyub insonlikni yo'qotgan odamda iymon turamdi, Alloh u iymonni e'tirof qilamdi, masala bu yerda. Haqiqiy insonlik bo'lgan odam o'zimning millatining rost, mening millatimning to'g'ri, mening millatim uchun xizmat qilaman, haq bo'lsin, nohaq bo'lsin, to'g'ri bo'lsin, xato bo'lsin, butun ifloslik bo'lsinmi, meni o'zimning millati uchun qilaman deb turibsa, bu haqiqiy ash payg'ambar esa millatchilik qilgan odam bizdan emas degan shu hadisga tushib qoladi. Millat bo'lish xatolik emas. Ashundoq bo'lib olish desa, u xatolik. Hadisni to'g'ri tushunmaydi, oyatni to'g'ri tushunmaydi. Ash bir hadis bilan Allohning oyatini sizlarni har xil tilda qildik, har xil rangda qildik, har xil millat qildik. O'zinglarning territoriyalik o'rninglarni qo'g'dinglar, haq tajovuz qilmanglar, ularni tajovuz qilmanglar degan oyatlarni to'g'ri tushunmasdan Alloh bizni millatchilikdan qutqazdi. Vatanchilikdan qutqazdi deb jitiqmishkapda madak chiqqandaklik gapni qilib tashlab qo'ysa, shuning bilan qanday bo'ladi desa, mana shundoq ham dinga haqorat qilgan, ham Allohning oyatini inkor qilgan, ham millatga xiyonat qilgan, ham vatan davosini sotgan odam bo'ladi.